ona bola qo'y ishqibozlariga, hurmatli obunachilar, qo'ylarda haqiqiy zo'rlardan yetib keldi. Videoni o'tkazsa oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli, foydali video bo'ladigan umidamiz. Assalomu alaykum qo'y chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga mana bunday ona bola qo'ylarni go'zallardan yoritib beramiz. Qo'ldan kelganicha oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa video yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepako'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Xo'p, hafta kunimizga 2-aprel, payshanba 2026-yil. Xo'p, xudo xolasa bugun mana bunaqa qo'ylarni o'zimizning do'stimiz Iskandar olib kelibdilar. Iskandar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon, keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Charchamay turibsizlarmi? Xudo xolasa do'stim, qo'ylarni haqiqiy ona bolalarni go'zallardan olib kelibsiz-a? Bugunga xudo xolasa qo'ylar o'sha legenda, liderlardan olib kelib qo'ydik ona bolani Murodjon. Aha. Toza, qoni tozalaridan. Mana xudo xolasa bu yerda qo'ylarni ko'rsatavering. bo'ldi. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga mana buni chiroyli yoritib beramiz. Haqiqiy go'zallaridan, mana zo'rlaridan. Mana buni qarab turib qaranglar, hurmatli obunachilar. Sifatiga e'tibor berasizlar, xudo xolasa. Simjun. Mana zo'rlaridan yetib kelibdi. Oxirigacha ko'rib turasiz. Do'stim, bugun xudo xolasa necha parta qo'y chiqarib beramiz? Bugunga bir 4 parta yo 5 parta qo'ylar chiqarib beramiz. Qo'ylarimiz xudo xolasa bo'limli. Aha. Zo'rdan zo'rlari xudo xolasa pullari ham yengil. Yaxshi narsalardan chiqarib beramiz Murodjon. Videoda o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'rib turishsin. Ona bola to'qlilar ham chiqadi? Ona bola to'qliq bo'g'oz qo'ylarimiz ham bor. Ularni ham chiqarib beramiz, ko'rishaveradi. Bir vaqtdan xudo xolasa chiroyli yaxshi narsalar chiqarib beramiz Murodjon. Hammasidan bor ekan, do'stim. Hammasidan bor, asarti bugunga. Bugunga xudo xolasa birinchi partiyamizga bu yerda xo'p, ikki bosh ekan, bolalarni 4 dona ekan bu yerda, xudo xolasa. Bolalar nima ekan do'stim? Ular juda chiroyli ekan. Ikkalasi ham sog'liqcha Murodjon. Ikkalasi ham sog'liq. Ikkalasi ham sog'liq, ha. Hurmatli obunachilar, oxirigacha. Bolalarni berishdi, ularni yorib yuborgan. Xudo xolasa onalari Qirg'izistonda qo'ylar, Qirg'izistonda qochib kelgan qo'ylar Murodjon. Qirg'izistonda o'tgan, O'zbekistonga kelib tuqqan qo'ylar. shu yerda tuqqan bular. Shunday. Mana hurmatli obunachilar, haqiqat dumbalarim osilib ketmagan. Hop, bu sariqda bolasi bunisi bo'lsa kerak a? Yonidagi sariq bolasi shu oq yuzligi. Hurmatli obunachilar, bolani haqiqat zo'r bergan ekan. Xudo xolasa. Ikkinchisini mana qizildi bolasi mana bu ekan. Ikkalasi urg'ochi dedingiz a? Bolalari urg'ochi. Nechinchi bolalar xudo xolasa bular? Bittasiniki ikkinchisi, bittasiniki uchinchisi bo'lsa kerak. Nimaiki 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylarimiz yo'q. 4 tish, 6 tish ekan hurmatli obunachilar. Mana buni ko'ringlar. Obunachilar, xudo xolasa olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa baraka topasizlar. Xo'p, kuzda $1000 sotasizlar, xudo xolasa buni. Bolalarini o'zini $1000 sotishadi. Shunday. Bolalari haqiqiy zo'r ekan, bolani bergan ekan haqiqiy. Xo'p, hurmatli obunachilar, video yoqsa havas qilganlar, bittadan like bosib qo'yasizlar, havas qilganlar. Mana shunday qo'ylardan 100 talab uylarida boqishlarga nasib qilsin. Xo'p, do'stim, xudo xolasa buni sekin-sekin ma'lumotini beramiz, yana qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa. Kimga yoqsa aloqaga chiqishaveradi. Bo'y basini nechaga beramiz do'stim bular? Onalarini bo'yi 80 plus minusda Murodjon. 80 plus minus, ha? Bolalarni o'zi ko'rib turibsiz, hali bolalari monasi 1 oylik. Ha, o'z bolalarni bularni Narginisi 1,5 oylik. nargasiga 1,5 oylik, ha? Bolasini ikkalasini idishini ham ko'rsatib qo'ying. Idishlari ham to'la. Orqalasa suti ham juda zo'r ekan shekilli, bolalarni zo'r beradi, zo'r boqyapti Murodjon. Mana. Qo'zlariga ham e'tibor berasizlar, onalarga ham yuziga, orqalariga bir e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Haqiqat yaxshini boqaman degan obunachilarimizga yaxshi zo'r bergan xudo xolasa. Mana qo'yni zo'rni boqaman degangiz, mana sizlarga qo'yni haqiqat ona bolani zo'rlari. Dastlabkilar qayercha uyushtirib berasiz do'stim? Vodiy bo'lib Toshkentgacha bezpulashni Voha tomonlarga kelishilgan holda Murodjon. Voha tomonlarga kelishilgan holatda xudo xolasa. Yebisdan muammosi yo'q. Muammosi yo'q, qo'ylar sinovdan o'tib, uyimizda yemini yeb, hashagini yeb turibdi. Qo'ylar xudo xolasa tomondan muammosi yo'q. Yebish sog'ligida bir hafta sinov olishaveradi. Bo'ldi. Xo'p, do'stim, endi buni partiyalar ko'p deyapsiz. Ko'p kutilmaymiz-da, obunachilarni narxiga o'tiramiz. Narxi Murodjon bunaqa qo'ylar dollarda chiqazimiz biz. So'mda aytaverasiz. So'mda yengil qilib aytamiz, xudo xolasa. Qo'yimizga yarasha pul so'raymiz. Hop. Jipiga olishsin ikkalasini. Hop. 4 ta qo'ymi? Aha. Xo'p, har bitta ona bolaga 8 milliondan 16 million so'm berishsin bo'ladi. 8 million so'mdan 16 million so'm pul bersalar, xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib olib berar ekanlar. Jip olganga do'stim xayri bormi? Xayr sunnatiga o'tib beraman jipini olganga. Ha, hech kim aytganini sotmaydi, hurmatli obunachilar. Plyus bo'ladi. Talab olishga plyus minusi bor ekan, agar jip olsalar, xudo xolasa xayri sunnatiga o'tib berar ekanlar, xudo xolasa. Bemalol telefon qo'rasizlar, xudo xolasa ishlaringizni do'stim bitirib beradilar. Haqiqiy go'zallardan boqaman deganlarga bu videoda jo'natib qo'yasizlar. Keyingi partiyalarga o'taveramizmi do'stim? O'tamiz Murodjon. Bo'ldi. Bizda endi hurmatli obunachilar, keyingi partiya bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmatli obunachilar, biz endi ikkinchi partiyamizga ham mana bunaqa chiroyli ona bola. Xo'p. Mana bunisi do'stim bodam gulimi bu? Ha, bodam guli. Bodam guli ishqibozlariga. O'zini qarang, o'zini.
zo'rlardan ekan mana. 1 oylikdan o'tgan qo'zi Murodjon. Oppoqqina ekan a. Onasining o'zi bolasi. Bolalikdan qo'chqor. Mana. Dumbar, azres, quloq, hamma yo'qlarini chiroyli kelgan bola. Buni 1 oylik dedingizmi buni? 1 oylikdan o'tgan. 1 oylikda o'tgan. Qo'chqor. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlar ekan mana. Xo'p, keyingisini bolasi-chi? Ikkalasini ham qo'chqor, narigisini ham qo'chqorcha. Ikkalasini ham bolalari. Qo'chqoricha kattaroq buniki ham. Buniki kattaroq hurmatli obunachilar. Bolasi ko'paygan ekan mana. Haqiqiy zo'rlardan. Yosh oylar qanaqa do'stim bo'ladi? Xo'p, ikkalasini ham kishi 6 tadan. Ikkuni ham kishi 6 tadan. Uchinchi bolalar. Uchinchi bolalar ekan. Mana bu do'stim qorin tashlab qo'ygan ekan. Bo'g'oz emasmi bu? Bu qo'ylar qo'chqor bilan yurgan Murodjon. Aha. Kelganiga ancha bo'ldi bu qo'ylar biznikka. Xo'p. Egasinikida ham qo'chqor bilan yurgan, biznikida ham katta qo'rada qo'chqor bilan yuribdi. Ha. Bo'g'oz bo'lib qolishi ham mumkin. Bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. Alloh alam. Yana bo'g'oz bo'lishi ham mumkin ekan, hurmatli obunachilar. Mana shu qo'y yaxshi-da, Murodjon, eti yaxshi, qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Qorniga qarab aytdim. O'zlaring, hurmatli obunachilar, ko'rib bilib olaverasizlar bemalol. Xo'p, 6 kishi dedingiz, bo'ylarni nechaga beramiz do'stim bular? Bu aka ham onalari 80 plus minusda, endi bolalarni ham ko'p turibdi. Bolalar ham kichkina emas. Bolalar ham haqiqatan Hashakka kirib yeb turibdi, kepagini yeb turibdi. Bolalar ham qo'y bo'lib qo'ygan. Shunday. Xo'p, biz ozgina mana bunisi Shunday. Ozgina og'riqroq ekan, olib bir kosadan yemni berib, xudo xolasa kechaversalaring. Lekin onalari vobshe xo'ram, Murodjon, idishlari ham to'lib yotibdi ikkalasinikiga. Yebishida muammosi yo'q unda. Emas, ikkalasini ham suti liq, to'lib. Sutlari bolalarni emizib turibdi ekan hali. Xudo xolasa mana buni bolalarni qaranglar. Haqiqiy bolalar ham zo'r ekan. Xo'p, do'stim, videoni ko'p cho'zmaylik. Buni narxiga o'taveramiz. Qolgan ma'lumotlarni obunachilar telefon qilsa, bir qator o'zingiz berasiz. Necha puldan qilib berasiz biz obunachilarga? Murodjon, xo'p. Bir joy ketsa. Bir joyga oldim deysin. 15 millionga beraman to'talasini, Murodjon. 15 milliondan, ha. 7,5 dan ketaveradi. Shunday. Dallol shiflismensi bor. Xo'p, telefon qilsa xayr sunnat deb o'tib berasizmi? Bir joy ketsa? Bir joyga olishaman desa, o'tib berilaveradi. Bo'ldi. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, aloqa ochib qo'yasizlar. Xayr sunnat deb o'tib beradigan joyi bor ekan. Bemalol talashib, tortishib olaverasizlar. Hozir Murodjon mana bunday chamalab pichadigan bo'lsangiz ham onalari 4 million, bolasi 3,5 million. Shunday, baravar ham shunday qiladi. Qo'chqor, ha, baravardan bir xilda, lekin bular endi ona bola, onasini emib turibdi. Onasi yana bo'g'ozligicha 50 qo'chqor qo'shib qo'ysa ham bo'lishaveradi. 7,5 dan narx aytyaptilar. Xo'p. Yakka pichib ham ko'rasizlar buni. Shunday. Xayr sunnatiga o'tib ham beraman. Xayr sunnatiga yana o'tib ham beriladi. Barakasiga o'tib beriladi. U aytganimizni sotmaymiz biz. Kuzgacha boqasizlar. Xo'p. Onasi bekor qolib ketadi sizlarga. Xo'p, keyingi partiyaga o'taveramizmi do'stim? Keyingi partiyaga o'taveramiz. Bo'ldi, bizda endi keyingi partiya hurmatli obunachilar. Obunachilar, bizda endi 3 partiyamizga mana bundaqa to'xli variantlardan ekan. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Do'stim, bular bo'g'ozmi bular? Ikkalasi ham bo'g'oz, Murodjon. Ikkovi ham bo'g'oz, a? Ikkalasi ham bo'g'oz. Ikkalasi ham bo'g'oz ekan. Qorin tashlab qo'ygan ekan. Birinchi bergan savolim shu bo'ldi. Xo'p, dumbalari osilib ketmagan, hurmatli obunachilar. E'tibor berib qaraysizlar. Mana, yurish dumbalari, Murodjon ikkalasi. Dumba yurdim mana. Eti ham zo'r, bular Murodjon kelganiga ancha bo'lgan uyga. Aha. Detta bir 2 oy bo'lyapti ular kelganiga. Gap ochig'i, uyda yemin yeb turgan qo'chqor bilan yurgan, bo'g'ozligi 100 ga 100. Bo'g'ozligi 100 ga 100 ekan. 100% bo'g'oz variantlardan ekan mana. Haqiqiy. Mana dumbalariga e'tibor berasizlar. Oyoqlari qaranglar, oyoqlari ham. Yelimdan ko'rib qolgan. Ha, yelimlari ham osilib qolgan ekan. Haqiqiy. Necha oylikka beramiz do'stim bularni? Detta 3 oylik atrofida bo'g'oz, Murodjon. 3 oylik atrofida bo'g'oz. Ya'ni 3 oylik atrofida tug'adi. 2 oy atrofida hali bu o'zlaridan ko'p ancha bor, Murodjon bo'ladi. Hali qo'zi ekan, hurmatli obunachilar. Yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari tiniq. Hozir sog'rida. Hali bu yana tushyorguncha xudo xolasa, yana o'zidan ko'paydan bo'lib qochib qoladi hali. Qo'shqor qo'shib qo'ysalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana arzon, to'qli mana yosh variantlariga qiziqadigan obunachilarimizga yaxshi zo'r variantlarda mana bir jup xudo xolasa mana. Xo'p, do'stim, xudo xolasa, bir oy ko'proq vaqtim dedingiz, yebishdan muammosi yo'q. Nima muammosi yo'q? Qo'ylar eti zo'r, Murodjon. Qo'ylarda et boshi yaxshi ekan, xudo xolasa yebishdan muammosi yo'q ekan. Yelini ko'chib turibdi, xudo xolasa, bo'g'oz. Bo'ylariga detta bo'ladi 75 plus minusda. Aha. Yosh oyliklari 11 oylik atrofida. 11 oylik atrofida. 10 oylik, 11 oylik atrofida. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 3 oylik bo'g'oz deydilar. 3 oydan keyin xudo xolasa bosh qo'yda olsalar, to'rtta bo'ladi, xudo xolasa qo'ylar. Egiz suv bo'lsa, egiz suv bo'lsa yana xudo xolasa xudoning bergani. Xo'p, do'stim, buni obunachilar ko'p kuttirmaylikda. Narxiga o'taveramiz do'stim. Narximi? Narxi yengil bo'ladi. Bir joyga olishsa necha puldan qilib berasiz? Bir joyga olishsa ikkalasini 4 million 600 dan 9 million 200 bersin. 4 million 600 dan. 9 million 200 mingga ketaveradi. 9 million 200 dan ketaverar ekan, xudo xolasa. Shu 9 million qilib qo'yaylik shuni.
O'zi 9 million 200 yaxshi-yu. Mayli hayriga 100 ming o'tib beraman. 100 ming o'tib berasiz. 9 million. Telefon qilsa yana o'tib berasizmi do'stim? Telefon qilasan, kelishamiz. Ikkalan bir joyga olaman desa, o'tib beraveraman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Yana ozgincha o'psimdan o'tib beradigan joyda bor ekan. Keyingi partiyaga o'taveramizmi do'stim? Keyingi partiyaga o'taveramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiya. Obunachilar, mana bizda endi 4-partiya, 4-partiyaga mana bunaqa to'qli variantlardan ekan, simjun variantlardan ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa, bular ham do'stim yosh ekan hali. Yosh, to'tchalasi ham qo'za hali, Murodjon. Mana oyoqlariga e'tibor berasiz, oyoq oshlariga. Oyoq oshlari hammasi mana stakan yo'q. Juda chiroyli. Bular bir 8-9 oylik atrofida, mana kishinasi bir 7 oylik bo'lsa, ikkitasi bir 8-9 oylik atrofida, Murodjon bular. 8-9 oylik atrofida. 10 oylikka bormagan qo'zilar hali. Bo'g'ozlar qanaqa do'stim bo'ladi? Bo'g'ozlar 50 yillik, Murodjon bular. 50 yillik. Demak, qo'chqar bilan yuribdi-da bular ham. Qo'chqar bilan yurgan, xudo xolasa mana. Xo'p, bo'ybasini nechaga beramiz do'stim bular? Bo'ybasi 75, ikkitasini 75 plus minusga, bittasini kichirog'ini 70 plus minusga beramiz. Buni 75 plus minusga o'ragansizlar. Kelishgan qo'ylarda stoykalari ham o'ziga mos. Qo'ylarda mana bunisi sal yiriroq ekan, hurmatli. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa 3 dona bir qo'ra qo'yar ekan, xudo xolasa. Xo'p, bo'g'oz qisirliklari 50 yillik dedingiz-a? Ha, shunday. 50 yillik. Mana shu qo'yar ekan, xudo xolasa o'ragansizlar. Bo'ybaslarni aytdik. Xudo xolasa yebisida muammosi yo'q, bir hafta sinab o'rasizlar bemalol. Dastavkalar o'sha vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib beradilar. Qiziq joyi do'stim, endi buni narxida. Bu narxini necha pulga berasiz biz obunachilarga bir joyga olishsa? Murodjon, siz obunachilaringizga uchulasini bir joyga olishsa 3 million 800 dan beraveraman. 3 million 800 ming so'm. 800 dan. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan ketaver ekan hammasi bir joyga. Hozirgi kunda hurmatli obunachilar, barra qo'ziladi ham 3 million 800 ming so'm, 4 million so'mdan sotishyapti hurmatli obunachilar. Bular hali mana bunaqa to'qli, xudo xolasa, bo'g'ozlilari ham 50 yillik gaplar, bo'g'oz chiqib qolsa sizlarga omadlaring hurmatli obunachilar. Ikkitasining tagida bezi ham bor, Murodjon. Ikkitasining tagida bezi bor, ha? Tagida bezi ham bor-da. Ikkitasining tagida. Kichkinasi ham o'ta go'zal narsa. Haqiqatdan simjun ekan, xudo xolasa. Onglar rahmatini do'stimga aytasizlar, baraka topasizlar, xudo xolasa. Xo'p, do'stim xudo xolasa telefon qilishaveradi. Xayr sunnatiga o'tib berasiz, ha? Uchulasini bir joyga olaman desa, xayr sunnatiga o'tib beraveradi. Dona bo'yibga ham kelishaveradi. Mana qo'ying, yo'qdi, uka, necha pulga berasan desa, kelishib sotilaveradi bu qo'ylar. Aytgan sotmamizga sotmaymiz ekan. Bizda bu so'nggi partiyamiz do'stim. Yana bir partiya qo'yimiz bor, bitta ona bola qo'yimiz bor, 2 dona. Ular o'ta yengili bor, xudo xolasa uni ham ko'rishsin. Pul o'ta yengil bo'ladi, ha? Pul yengil bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, biz kuzatishni davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyamizga o'sha do'stim aytganlaridek arzon, mana arzonchiroq so'raganlarga arzon ona bola varianti. Arzonlarmi do'stim? Arzonlar, serhaddarlar. Mana hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Bir qator ma'lumotlarni tez berib o'tamiz. Keyin buni narxiga o'tamiz. Bolalar nima ekan do'stim bular? Ikkalasi ham urg'ochi. Ikkalasi ham sog'liqchi. Ikkalasi ham urg'ochi, sog'liq ekan, xolasa. Xo'p, bolalari necha bolalar ona? Xo'p, bittasiniki birinchi bolasi bo'lishi. Buniki, ha? Bunisi yo ikkinchisi, ha. Bunisiki uchinchisi bolasi. Bunisiki uchinchisi, buni bu tomon, o'ng tomon turganda. O'ng tomondagi. O'ng tomondagisi uchinchisi. Demak, xo'p, buni tishi 6, narigisiniki endi 2 dan 4 ga yorganda. 2 dan 4 ga yorgan ekan, xolasa mana. Hurmatli obunachilar, birining bolasi sariq ekan, ikkinchining bolasi chiroyli mana. Qumqora, bolani ham chiroyli bergan ekan. Ikkalasi ham bolani zo'r berib qo'ygan. Bitta mehr talab qo'ygan. Mehr talab ozgina, osalari baraka topasizlar, bir kasa Makka yem qilib berib tursalaring, xudo xolasa, foydasini xudo xolasa yaxshi ko'rasizlar. Xo'p, do'stim, xudo xolasa yebishda muammosi yo'q bular. Yebishda muammosi yo'q, xudo xolasa sinovdan o'tgan qo'ylar. Do'stim, ularni narxi arzon dedingiz, aybi nima bo'ladi? Aybi yo'q, bittasini aybi bor xolos. Aqlagi xo'p, mana ona qo'ydi, Murodjon bir tomoni ko'zi ko'rmas ekan. Buni bir tomondagi lekin quloqlari qarang, quloq zo'r. Ona yosh hali-yu, bir tomoni ko'rmaydi. Aybi bir tomoni ko'zi ko'rmas ekan. Keyin qo'ylar qaralmagan, pardoz berilmagan qo'ylarga mehrdalar qo'ylar. Boqish kerak xolos. Boqish kerak. Mana buni bolasiga e'tibor berasizlar. Bolasi juda chiroyli narsa ekan. Ha, bola kashtan, narginsiga Arashan Proda. Mana bunisi Arashan Proda ekan, xudo xolasa. So'liqcha, dumbalari ham tik dumba. Dumbalari ham chiroyli narsa. Uni ham chiroyli, o'zi ham chiroyli. Mana, hurmatli obunachilar, haqiqat obunachilar so'raganlarga arzon variant ekan, xudo xolasa. Bo'ybasini nechaga beramiz? Onalarniki 80 plus minus. 80 plus minus. Ha, endi bolalari hali yosh, qo'zichoq. Bo'ldi. Do'stim, endi buni ko'p cho'zmaymizda narxiga o'tamiz. Bir joyga olsin, necha puldan berasiz? Xo'p, bir joyga olishsa ikkalasini 5 million 200 dan beramiz. 5 million 200 ming so'mdan. 200 dan bo'lgan.
5 million 200 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar. Pichadagan bo'lsangiz ham birojon qarang hozir 10 million 400 ming o'lyaptimi? Aha. Bolalarni 2 million 200 ming ham pichsin. Ha, Onalarni 3 milliondan pichsin, 3 milliondan bermaydi onalarni. to'ppa-to'g'ri. Arzon qo'ylar. Arzon kelgan arzon sotamiz bularni. Bo'ldi. Hurmatli Pardozan obunachilar. bermadik, taramadigan qo'ylar. Qaramagan, netmagan. Mentalab qo'ylar. Boqishsa bo'ldi. Bo'ldi. Xudo xolasa olib boqasizlar. Baraka topasizlar. Xudo xolasa mana buni ozgina aybi bor ekan, shu ko'zi, bu tomoni. Quloqlari chiroyli kelishgan. Nimadirga tekkan, hurmatli obunachilar. Aybini aytib qo'yaptilar. Bunisi ozgina mehrtalab oriqroq qo'yakan, xudo xolasa. Bolalar urg'ochi o'zidan ko'payib yuraveradi ekan. Haqiqiy yaxshi zo'r variantlari. Murodjon, onalari idishi ham endi yana to'ldi-da, bular qarovsiz qolgan, hashar yegan xolos. Bizniki kelib 3-4 kun beda-meda hop silos yedi qo'ylar. Jicha yem yegani uchun idishlari kattalashib, bu qo'ylar kelganiga bir hafta 10 kun bo'lib qoldi. Aha. Hop qo'ylar xudo xolasa endi o'zi kelib ketyapti. Vitamin vaksinalar qilib qo'yilgan qo'ylar. Hamma narsa qo'yilgan, hamma narsa qilib qo'ydik. Bolalari oldi o'ynab turibdi. Hurmatli obunachilar, bo'ldi qo'ylar. Yem hashagini yetkazib berishsa bo'ldi qo'ylarga. bo'ldi. Xo'p, siz aytgan summaga ozmas o'tib berasiz, xudo xolasa telefon qilishadi. Egalasini bir joyga oldim deysa, sunnatiga o'tib beraman. Bo'ldi, o'tib berishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, telefon qurasizlar. O'zlaring hisob kitob ko'rasizlar. Bolasini addenni, mana onasini addenni pichib hisob kitoblarini qilib, bemalol hisob kitoblarini qilib, telefon qurasizlar. Realni olaman degan odamlar aloqachi ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. To'g'rimi do'stim? Shunday Murodjon, u qo'ylar yaxshi arzon. Qo'ylar haqiqatan arzon bo'ldi. Quyuq suyuqqa ham pichsin, donalabga, maydalabga pichsa ham qo'ylar arzon, xudo xolasa. Bozorda eldi narxidan ham ancha arzon, 500 ming, 600 ming arzon qo'ylar. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, yeb ichsa garantiyasi bor. Oyoq qo'llari sog'lom. Aybi bitta, birinchisi oriq, ikkinchisini o'sha ko'zida nuqsoni bor ekan. Shu boshqa Xudo xolasa, telefon qilaverasizlar, yana o'tib berdi ekan, joyida bor ekan. Xudo xolasa, bizda endi so'nggi partiya bo'lsa, videoga yakun yasayveramiz. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Hammalarga chog'larga Alloh baraka bersin.